Maratonga tarix to'plam 201-mavzu B tipdan masalalar ko'rib boshlaymiz. Xo'sh, endi B tipni birinchi savoldan boshlaymiz. B tip birinchi savol. Savolimizda aytilyapti, agar Avogadro soni 6,0 darajasi 23 emas, balki 6,2 darajasi 24 bo'lsa, fosfat kislotaning molekulyar massasi va molar massasini aniqlang deyapti. Demak, mana bunday yechim bersak bo'ladi bu savolga. Avvalo, normal holatda 6,2 darajasi 23 bo'lgan holatda molekulyar massasini topib oladigan bo'lsak fosfat kislotani. Bundan boshlaymiz. H4 barobar 3 ko'paytiruv 1 qo'shilgan fosfor 31 yana qo'shilgan 4 ta kislorodimiz 4 ko'paytirilgan 16 chiqadi 98. Endi bu narsani Avogadro soniga aloqasi bo'lmaydi. Avogadro soniga aloqasi bo'lmaydi. Agarda biz molekulyar massasini topmoqchi bo'lsak. Chunki molekulyar massa bitta molekulyar massasi baribir odatda o'zgarmaydi. Bunda 98 bo'ladi molekulyar massasi mR. Agar shuni haqiqiy massaga o'tmoqchi bo'lsak, 98 ni u ga ko'paytirib olamiz. Endi shu narsani molar massasiga o'tkazadigan bo'lsak, molar massa nima? Molar massa bu 1 mol moddaning necha gram kelishi. O'zi odatda 1 mol moddamiz tarkibida 6,02 10 darajasi 23 ta molekula saqlashini bilamiz. Shuncha molekula saqlashini bilamiz. Endi o'sha son o'zgarsa, mana bu songa o'zgarsa, 6,02 10 darajasi 24 ga o'zgarsa, mana bu 6,02 10 darajasi 24 imiz 6,02 10 darajasi 23 ga nisbatan 10 barobar katta son. Darajasi bitta birlikka farq qilyapti-da buni. Demak, o'zi buni standart holatda 1 moli 98 gram kelishi kerak. Keyin endi buni 1 moli 98 kelmaydi-da, 98 imiz ham 10 ga ko'payib ketadi. 980 gram keladi. Demak, birinchisi 98, ikkinchisi 980 gram deb belgilasak bo'ladi. To'g'ri javob B javob bo'ladi. Biz hozir massani atom birligini o'zgarmas deb belgiladik. Masalaga o'sha shartini qo'shib qo'ysak, to'g'ri bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz, ikkinchi savol. Ikkinchi savol. Binar birikma tarkibida azotning massa ulushi deyapti. Azotning massa ulushi 79,67%, mol ulushi 95,45% bo'lsa, noma'lum elementni aniqlang deyapti. Demak, avvalo bitta narsani xulosa qilib olishimiz kerak biz. Bitta narsani xulosa qilib olishimiz kerak ikkinchi savolda.
Mana azot bor ekan binar birikmada. Mana savolimiz ikkinchi savol. Azot bor ekan binar birikmada va qandaydir bir X element bor ekan. Shunda azotning massa ulushi, ya'ni omegasi 79,67% ekan. Bu degani nima degani? Shuni to'g'ri tushunib olaylik. 100 gram modda olsak, undan 79,67 grammi azot elementiga to'g'ri keladi. 100 gramdan 79,67 ni ayirsak, 20,33 grammi ikkinchi element, qandaydir bir X elementga to'g'ri keladi. Endi mol ulushga o'tkazib oladigan bo'lsak, buni qanday holatni olamiz? A javobda masalan bor. A javobda bor. Borni oladigan bo'lsak, azot bilan bor biriksa, ikkalasini ham valentligi 3 deb faraz qilsak, ular qisqarib ketadi va azotdan bitta, bordan bitta bo'lib qoladi. Mol ulushi nima bo'lib qoladi? Teng bo'lib qoladi. 50-50 bo'lib qoladi. Mol ulush nima degani? Mol ulush degani, avvalo bitta narsani bilib olaylik. Mana mol ulush bu jami atomni ichidan bir elementni atomi necha foiz kelishidir. Bizda aytilyaptiki, mol ulushi 95,45% deyapti azot. Demak, mol ulushi 95,45. Jami atomdan 95,45% azot atomiga tegishli. Ikkinchisi 100 dan 95,45 ni ayirsak, 4,55% bo'ladi. Ikkinchisi X atomga tegishli. Biz shundan har biri nechtadan atom borligini topib olsak bo'ladi. Buning uchun ikkalasini ham kichigiga bo'lishim kerak. Qanday qilaman? 95,45 va 4,55. Ikkalasini ham 4,55 ga bo'lib nisbat qilib olaman. Ikkalasini ham 4,55 ga bo'lib olamiz. Bunda qanday holat kelib chiqadi? Azot chiqadi 21, ikkinchi element chiqadi 1, 4,55 ga bo'lsak 1 chiqadi. Demak, X elementimiz mana bu yerda javobdan ishlashdan chiqib ketamiz. Savolni o'zidan ishlasak ham bo'lar ekan. Ikkinchi elementimiz taqriban 20 bitta bo'lsa, ikkinchi X elementimiz bitta bo'lsa, azot elementimiz 20 bitta bo'lishiga to'g'ri kelar ekan. Endi shuni topib ko'ramiz. Mana azotdan 21 indeks qo'yaman, X elementdan 1 dona deb hisoblayman. Shunda azotni 20 bittasini og'irligini topamiz. 21 ga ko'paytiraman, 14 ga chiqadi 294. Demak, buni og'irligi 294. Endi o'sha 294 ni proporsiya qilaman. 294 ni deyman. Mana bu yerda masalada 79,67% deyapti. 79,67% og'irlikka ega. Qolgan 20,33% esa 20,33% noma'lum elementimiz esa X og'irlikka to'g'ri keladi. Bu proporsiyani ishlasam, 294 ni ko'paytiraman 20,33 ga bo'laman 79,67 ga. 75 chiqyapti. Va bu 75 ni 1 ga bo'laman. Nimaga 1 ga bo'ldik desak, X elementdan 1 dona chiqadi. Mana bu yerda mol ulushda. Shundan kelib chiqdi. Demak, og'irligi, atom og'irligi 70. 1-3 savol o'tgan ekan bizga. O'sha 1-3 dan boshlaydigan bo'lsak, bitta tip yozib qo'yamiz. 1-3 savol. Bu 2-birinchi mavzudan, o'sha to'plamdan. Titanning absolyut massasini gramda hisoblang. Mana o'zi bilamizki, massa ikki xil bo'ladi: nisbiy massa va absolyut haqiqiy massa. Buning uchun nisbiy atom massa bu davriy jadvalda yozilgan, AR deb belgilanadi va uni U ga ko'paytirishim kerak. U esa
nechiga teng bo'ladi? U 1,66 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 24 gramm. Grammda shunday. Endi titanning atom massasi esa 48 davriy jadvalda yaxshilangan. Topamiz. Massa barobar 48 ko'paytiruv 1,66 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 24 gramm. Endi bu amalni qanday bajarishim mumkin? Buning uchun tashlaylik. 10 darajasi minus 24 grammni shunday olamanda, 10 darajasi minus 24 gramm. Tenglikdan nariroqqa o'tkazib olaman. Minus 24 gramm deb. Nimaga desa, mana 48 ni 10 darajasi yo'q-da, uni 10 darajasi bo'lganda edi, amalni bajaradi. Endi 48 ni 1,66 ga ko'paytiraman. 79,68 chiqyapti. Shuni taqriban 80 deb olsak, 80 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 24 gramm bo'ladi. Buni C variantida bitta virgul surgan, mana bunday ifodalagan. 8 degan bitta noli darajaga chiqqan. Mana bu oldidagi koeffitsient kamaysa daraja ko'payadi bitta o'nga. 10 darajasi minus 24 imiz bitta o'nga oshsa 10 darajasi minus 23 qoladi grammda. Mana shunday ifodalashimiz mumkin. Keyingi savolimiz 2-birinchi savol. 2-birinchi savolimizda aytilyapti. S3H6 ning absolyut massasini toping degan ekan. Formulada aniqroq ko'rinsin. Haqiqatda S3H6 ekan. Topib ko'ramiz. Avvalo topiladi. Buni o'rniga o'sha 66 minus 24 ni qo'yaman. Ba'zi adabiyotlarda bu 1,67 ham deyiladi, ba'zi adabiyotlarda 1,66 ham deyiladi. Ikkalasi ham xato emas. Buni ko'paytirib ko'ramiz endi. 42 ga 1,66 ni 69,72 bo'ladi. Demak, 69,72 bo'lar ekan. Hozir bitta joyga e'tibor qaratamiz. Javob yo'q ekan bizda. Menda rasmda xira ko'ringan ekanda indeksi o'sha joyini to'g'rilab qo'yaylik. Kitobdan qaraymiz. Kitobda bu S5H6 ekan. Hozir biz S3H6 3 ga o'xshab ko'rindi mana bu yerda. S5H6 ekan. Demak 5 qo'yib olamiz mana bu yerga. Keyin mana bu ham 3 bo'lmaydi-da 5 bo'ladi. Keyin mana bu son ham ozgina oshadi. O'zgartirib qo'yamiz shu joyini. Rasmda ozginagina muammo bilan tushgan ekan. Bu chiqadi 66 chiqadi. 60 bo'ladi 5 ga 12, 6 ni qo'shsak 66. Endi 66 ni 1,66 ga ko'paytirsak 109,56, buni taqriban 110 desak, ko'paytiruv 10 darajasi minus 24 gramm bo'ladi. Buni javoblarga qaraydigan bo'lsak, 11 qilib olgan koeffitsiyentni 11 qilib olsak biz ham bitta 0
darajaga chiqib ketadi bitta o'nimiz, ya'ni 10 darajasi minus 24imiz bir birlikda oshadi. 10 darajasi minus 23 gram bo'ladi. Darajasiga e'tibor berishimiz kerak. Buni darajasi minusda. A javobga chalg'imaymiz. Chunki 10 darajasi minusi yo'q buni A javob. B javobda olsak bo'ladi. B javobda 10 darajasi minusi ham bor. Bunda to'g'ri javob B javob bo'lar ekan. Mana shunday holat. Endi keyingi masala shu birinchi masala. Shu birinchi masalamiz. Savolimizda aytilyapti. Absolyut massasi 16 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 23 belgilab olamiz. M barobar 16 ko'paytiruv 10 darajasi minus 23 gram deb. Buni belgilab oldik. Endi shu holatda u qaysi elementga tegishliligini aniqlang deyilgan. Mana formulamiz bor. Nisbiy atom massani topish uchun haqiqiy massani uglerod birligiga bo'lamiz. Shunda haqiqiy massamiz 16 ko'paytiruv 10 darajasi minus 23 ekan. Gram. Uglerod birligi 1,66 ko'paytiruv 10 darajasi minus 20 gram deb belgilanadi. Endi ikkitasini darajasini bir xil qilib olishimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Minus 23imizni minus 24 ga o'tkazib olsak, 10 darajasi minus 24 ga o'tkazib olsak, daraja bir-birlikka kamaydi. Oldidagi koeffitsient bitta 10 ga oshishi kerak. Darajadagi bitta 10 ni koeffitsiyentga ko'paytirib tushirdik deb faraz qilamiz. Shu holatga keladi. Keyin mana bu ham maxraj o'zgarmaydi. 1,66 10 darajasi minus 24. Endi matematik amalga ko'ra ikkalasi qisqaradi 2 daraja. 160 ni 1,66 ga bo'lsam 96,4 chiqyapti. Demak 96,4 nisbiy massa. Endi e'tibor beramiz, qaysi elementni nisbiy massasi 96 ga aniqlaganda. Bu molibdenniki. Demak, to'g'ri javob molibden bo'ladi. Keyingi savolimiz to'g'ri birinchi savol. Birinchi savol. Savolimizda aytilyapti, absolyut massasi 3 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 23 bo'lgan modda formulasini ko'rsating. Mana bu molekulyar massani nisbiysi bilan haqiqiysini bog'lash formulasi bor. Mana bunday nisbiy molekulyar massa barobar haqiqiy massani bo'lamiz uglerod birligiga, shu formulaga qo'yib olamiz. 3 ko'paytiruv 10 darajasi minus 23 ni bo'laman 1,66 10 darajasi minus birinchi savolga yozib qo'yaylik. Minus 24 gramga. Mana bu darajasini minus 24 qilib olsak 30 bo'ladi sonimiz. Boyagi qoidaga ko'ra, matematik amalga ko'ra. Buni 1,66 ga bo'lib yuborsak, ikkita darajamiz qisqaradi. Ikkita darajamiz qisqarganidan so'ng 3 ni, demak 30 ni 1,66 ga bo'lishimga to'g'ri keladi. Bu 18 chiqyapti.
Demak, qaysi birini mr 18? Suvni mr 18. Demak, to'g'ri javobimiz A variant bo'ladi. 500 gram xuddi shu tartibda ishlanadi. Keyin 600 birimiz ham eski masalalar bilan deyarli bir xil. 700 bir ham shunday ekan. 800 birda ishlab ko'rsak bo'lar ekan. 801 savol bizga o'sha kerak bo'lgan savol ekan. Aynan. Savol aytilyapti, S ning absolyut massasi deyapti. 12, ya'ni m da bu absolyut massa. 12 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 22 gram. Demak, uni n ning qiymatini top deyapti. Buni men nisbiy massasiga o'tib olaman. Mana mr barobar deb buni molekula deb faraz qilsam, n-tasini 12 ko'paytirilgan 10 darajasi minus 22 ni o'sha 1.6 ga bo'laman. Shunda mana buni minus 24 qilib olsam, oldiga 2 ta 0 tushadi, 1200 bo'ladi. Ko'paytirilgan 10 darajasi minus 24. Buni endi 1.6 ga bo'laman. 10 darajasi minus 24 ga. Ikkalasi qisqaradi. Qisqargandan keyin 1200 ni bo'laman 1.6 ga. 723 chiqadi bu. 723 taqriban. Endi buni 12 ga bo'laman yana, chunki bitta uglerodning og'irligi 12 da. Buni bo'lsam bu taqriban 60 ekan. Demak, buni formulasi S 60 bo'lgan. To'g'ri javob S javob bo'ladi. Xo'sh. Demak,